Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi kompleks amaliyotimizni bugun boshlaymiz. Kompleks bitta umumiy zamonaviy narkoz ostida, demak yuzlarda yoshartiruvchi smart plazmoplastika, high lifting, ya'ni deep lane yuzning 4-qavatida, chuqur qavatlarida kirib, mana bu yerdagi mana Pitno McGregor bularni razrushat qilib, o'sha men o'zimning videolarimda aytgan chin va soxta svyazkalarni qisman qaysi chin, qaysi soxta svyazkalarni buzishni albatta operatsiya jarayonida biz aytib o'tamiz va ko'rsatib o'tamiz. Va chuqur deep lane plastik yuzga chizgan chizmalarim asosida yuzlarini mana tushgan 2-darajali ptoz yuz tushishini to'liq kompleks ko'tarib yoshartiruvchi amaliyotni o'tkazib beramiz. Xudo xolasa liposaksiya sheya podborodka ham bo'ladi. Shuningdek, shu narkoz bilan bittaga ikkita tug'ruqdan keyingi qorinni old devorida ochilgan diastazni ushivani diastaza bo'ladi. Liposaksiya ortiqcha biqinlarida yog'lari, ozgina fartuklari bor. Mana shu fartuklarni barchasini xudo xolasa bartaraf etish lipoabdominoplastika hamda lipofilling amaliyoti bo'lib o'tadi. Natija prognoz juda ham chiroyli bo'lishi kutilmoqda. Albatta sizlarni natija bilan ham bo'lishamiz. Bizni kuzatishni davom eting.